Nomerni ma'lum berasizmi? Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston xalqi. Mana uy sotilar ekan. Adresimiz O'rta Chirchiq rayoni, Uchqo'z Kirov. Faqadir bu necha xonali? 10 xona. 10 xonali ekan. Bu Vremenka septeldimi? Vremenka ekan bu. Mana uy, mana. Огородni ham ko'rsatib ketaylik. Ne so'tik общий? 32 so'tik. Mana suv qo'yishni boshlabdi. Bu yerda suv VIP. Mana. Ariq ham bor ekan mana. Ariq bor mana. Suv VIP. Bu yerda to'xtamas ekan. O'rta Chirchiqda suv VIP ekan. Qo'yliqqa deyim necha kilometr? 25. Qo'yliqqa deyim 25 kilometr ekan. Mana. Naqasi mana. 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 Kadastr bor-a? Faqadir uyning ichini kimga qiziq bo'lsa, savdolashgan paytda kelib ko'raveradi. Mana darvoza. Men de bu yoqdan oldim. Faqadir bu nima bu? Bu hammom ekan. Tashqaridan ko'rsataman. Kelgan paytda klient bo'lsa, kimdir oladigan bo'lsa, kelib bemalol qiladi. Mana bolaxonasi ham bor, molxonasi ham bor mana. Faqadir ajanlar nima? Molxonami? Bu как Vremenka hisoblanadi. Ana. 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 Kimga qiziq bo'lsa, kelib uy joy qilaman degan odam kelib bemalol ko'rsa bo'ladi. Общий ne so'tik deding? Bahodir? 32 so'tik ekan. O'rta Chirchiq rayoni, Uchqo'z Kirov. Ko'chaning nomi? Sharaf Rashidov. Nechinchi uy? 34-uy. Mana. Narada. Ana uzun aka ham sağa qaraydi. Mana. Mana keng joy, bemalol огород qilsa ham bo'ladi, chorva qilsa ham bo'ladi. Hozir men narigi ko'chani ham ko'rsataman. Biznesga ishlab chiqarishga. Hamma udostov bor deyapti. Vodoprovod bor. Bu Bahodir? Vodoprovod bor, gaz bor, tok bor, Wi-Fi-chi? Bor. Wi-Fi ham bor ekan mana. Hozir men ko'chani ko'rsataman. Hozir. Bemalol mana. Keng, bu yog'i dala. Mana temir yo'l o'tgan. Angren Toshkent temir yo'li. Ana katta yo'l mana, mashinalar ketyapti mana. Tashqarisini ham ko'rsatishim mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa, o'zining videoda boshqacha, o'z ko'zi bilan ko'rsa, baribir uy katta, zo'r uy lekin. Ana, gaz, vodoprovod, svet, tok, Wi-Fi hamma narsa bor ekan. Sharoit ham cho'tki. Sharoit ham cho'tki mana. Xonalar Remont qilingan, ha? Euro, ha? Ana, euro remont qilingan. Ichkarisini kimga qiziq bo'lsa, uy oladigan odamlar bemalol nima, lekin suv VIP. Bu yil endi O'zbekistonda sal suvdan qiyin bo'ldi, lekin bu yerda O'rta Chirchiqda mana imini Uchqo'z Kirovda suv VIP ekan. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib savdolashish mumkin. Narxi qancha? 100 ming dollar ekan. Kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishsa bo'lar ekan. Kami bor. U endi kelishga bog'liq. Ana, jannat joy. Toshkentga necha kilometr deding? 25. 25 kilometr shahargacha orasi. Ertalab chiqib bemalol bozorlik qilib kelsa bo'ladi ana. Rayon markaziga 3 kilometr. Rayon markaziga 3 kilometr ekan. Rayon markaziga. Ana, bemalol jannat-ku.
Mana. Uyini sotadi. Mana. Bahadır, endi bu Qozog'istonga ko'shuv uchun sotyapsizmi sen? Ha, Qozog'istonga ko'shuv uchun sotar ekan. Ha, ana. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, kelib nima qilsin, lekin zo'r joyda joylashgan. Главный огороды keng. И suv mana VIP. Ha, sal chekarog'i. Ну, endi sentrga baribir yaqinda, sentralniy yerda baribir. Просто jaylov desa jaylovga zo'r, yaylovga, и огород desa огородga, suv desa suv. Hamma sharoit bor. Bemalol kelaverishi mumkin. Yolg'on-polg'on aralashtirmayman men. Voy, ertaga qurib qoladigan suvni ham nima qilmayman. 100% garantiya. Bir kun oqib ertaga suv to'xtab qoladigan joylarni ham ko'ryapmiz. Lekin bu yerda men ishlab ketganman, bilaman. 4 yil dehqonchilik qilganman bu yerda. Bilaman bu yerda. Shu kimga kerak bo'lsa, mana telefon nomerini qoldiraman. Bemalol kelib ko'rishi mumkin. Savdo qilsa, o'sha aytgan narxdan tushib beradi, bemalol. Kelishga bog'liq.